Bugun sizlarga o'zimni zakazimni obzor qilmoqchiman. Mana nimalar olganman, kimlar uchun, qanaqa mahsulotlar bor. Mana 2 paket. Shu haqida gapiraman hozir sizlarga. Demak, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Demak, bizlarda 7-katalog davomida, 6-katalog davomida kompaniya kuponlar berdi. O'sha kuponlarga olgan mahsulotlarimni ko'rsatmoqchiman. Mana bu Clear seriyasidan juda ham zo'r pudralarimiz. Buni men bir marta adashib zakaz qildim klientimga va o'shandan beri shu pudrani zakaz qilaman, chunki juda ham zo'r pudra. Hozir kataloglarda yo'q, lekin rasprodajaga qo'ygandi kompaniya. O'sha rasprodajadan olgan pudralarim. Bu pudra yuzimizni juda ham tiniq qiladi, matoviy, barxitniy qiladi. Menga juda ham yoqqani uchun mana shu pudradan men 50% chegirmaga 2 ta olganman. Вот, Clear seriyasidan mana. Demak, keyin bizlarda dekorativniy kosmetika juda ham keng ko'rsatilgan. Dekorativniy kosmetikadan endi o'zimiz ishlatib ko'rib, novinkalardan ishlatamiz, mijozlarimiz ishlatadi, shundan bilib olamiz qaysi demak tonalka yoki pudra yoki shampun qanaqa sochlarga to'g'ri keladida. Bu уже просто yozuvlarga qarab emas, aynan mana shu mijozlarimizni ishlatib ko'rgandan keyin ulardan odziv olib turib o'zimiz ham mahsulotlardan ishlatamiz. Masalan, mana bu tonalkani kollagenligini oldim. Kollagenligi yoshi kattaroqlarga va yuqaroq ekan. Menga ko'proq qalinroq tonalka yoqadi. Lekin Faberlikda ham qalinroq tonalkasi ham bu yuqa hisoblanadi. Juda ham mana bu zo'r tonalka ekan, namlantiruvchi. Bu ham kollagenlik da. No, bu namlantiruvchi, chuqur namlantiruvchi tonalka bo'lgani uchun menga juda ham yoqdi. Вот, bundan ham 2 ta zakaz qildim. Agar kerak bo'lsa murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Keyin o'zim juda ham yaxshi ko'rib ishlatib kelayotgan, demak, shampunlar haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu shampunlarda men juda ham ko'p zakaz qilaman. Chunki buni уже 2 komplektda buni zakaznoy va yoniga yana bir komplekt zakaz qilganman. Bu ekspert seriyasidan demak полный komplekt zakaz qilganman. Mana niqobi, shampun, keyin hozir aytaman sizga, uyga olib ketgandim bir komplektini tugagani uchun. Mana bunaqa nimalar, kapsulalarda. Bu seriya nima qiladi? Bu seriya bizani sochlarimizni tiklaydi, to'kilishini oldini oladi. Butun sochingizni mana tomiridan to uchigacha chiroyli qilib, tekistab chiroyli qilib beradida. Plus еще tarkibida amla yog'i bor. Demak, sochlaringizni tukini ham tiklaydi, tomirini ham qilib uyg'otib, yangi soch ham o'stiradi-da. Keyin agar sochingiz to'kilayotgan bo'lsa, to'kilishini ham qoldiradi. Mana shu seriya. Buni seriyani to'liq qilib olganman. Mana niqoblari bor. Niqobi bu balzamni o'rniga ishlatishingiz mumkin. Niqob, shampun. Keyin mana bu kapsulani juda ham arzon narxga oldim. Bitta shampun olganingiz uchun bu kapsulani 40 ml kapsulani 5900 ga berganim uchun oldim. Buni komplekt olganlarga sovg'aga beraman. Buni ichida 3 ta kapsula bor. Buni 2 ta kapsulasini uyga olib ketgandan keyin 2 ta kapsulasini men demak maskaga soldim, bitta kapsulasini shampunga soldim. Chunki bu konsentrированный zardob hisoblanadi, sivorotkasi hisoblanadi. Yana ham demak mahsulotlarni nima deydi, kuchini kuchaytiradi-da. Yana ham effektivniy bo'ladi. Bu shampunlar men juda ham yaxshi ko'raman. Bir marta sochim bahorda, kuzdami juda ham ko'p to'kilyapti. To'kilgandan keyin bir komplekt oldim. Mana shu shampun tugaguncha sochim tapa-taq to'xtadi to'kilishidan va yangi soch уже qarayapman-ku. Masalan, boshqa shampunlarda ishlatasiz, yangi sochlar faqat mana bu yerlardan chiqsa, bu shampundan yangi soch butun chiqadi. Mana shunaqasiga полностью yangi sochlar chiqadi. Вот. Demak, shampunlar haqida edi. Endi botanika shampunlar haqida ma'lumot beraman. Mana botanika shampunlarni ham zakaz qildim. To'g'risini aytsam, bir joyga ketdim 20 kunga Toshkentga, shunga mahsulotlarim tugab qolgani uchun mijozlarim o'sha sog'inib qolgan mahsulotlarimni va juda ham ko'p zakaz berishgan. Mana botanika shampunlarimiz ham har xil turdagi sochlar uchun, masalan, mana bu bo'yalgan sochlar uchun, mana bu aynan yog'li sochlar uchun, chunki hech qaysi shampunlarda bunday ta'sirini ko'rmadim. Aynan yog'li sochlar uchun mana shu shampun, zaytun yog'li shampun to'g'ri kelyapti, botanikaniki. Juda ham zo'r. Вот, keyin
Mana bu to'kilishiga qarshi shampunlar. Bu ikkitasi bitta, ham shampun, ham balzam. Botanika seriyasini nimasi juda ham ko'p. Mana bu tiklovchi ekan va quruq sochlar uchun va shikastlangan sochlar uchun. Mana bu asal va zaytun qo'shilgan. Demak, shampunlarimiz turi juda ham ko'p. Aynan mana bunisidan juda ham ko'p zakaz qilganman, chunki sпрос juda ham katta. Keyin botanika shampunlar haqida demak ma'lumot bo'ldi. Endi demak yana bitta shampun haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu ekspert shampun, biotinlik. Bu shampunimiz ham yangi soch o'stiradi, mana rost volos. Yangi soch o'stiradi, sochni o'zini uzaytiradi. Bu sochni o'stiradi va to'kilishini ham qoldiradi. Menga juda ham yoqdi. Toshkentga borgan paytim dugonamnikida turdim. Dugonamga sovg'a qildim u mana shu shampundan ishlatib ko'rdim. Juda ham yoqdi menga. Sochingizni juda ham bir объемный qilib ko'rsatadi va menga ta'siri yoqdi. Вот, yog'li sochlarga ham to'g'ri keladi. Mana shu shampun yog'li sochlarga ham to'g'ri keladi. Kimdir shampunni o'zini ishlatadi, kimdir balzam bilan ishlatadi. Shuning uchun mana balzamini ham zakaz qildim. Agar bizani balzamlar sochni to'kadimi deb o'ylasangiz, bizani balzamlar sochni to'kmaydi, nabarot. Masalan, o'zi balzam nima uchun ishlatish kerak? Shampun yuvgan paytingiz bizani sochlarimiz paxayib qoladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, cheshuykalar ochiladi. Har bitta tolamizda qanaqadir bir cheshuykalar bor, ular ochiladi. Ichidan shampun tozalab tashlaydi. Kir, yog' hammasini tozalab tashlaydi. Balzam nima qiladi? Balzam o'sha cheshuykalarni yopadi-yu, sochingizni silliqqina qilib, chiroyli qilib tekislab beradi-yu, o'sha sochingizni quritgan paytingiz еще yana fenlardan saqlaydi-da balzam. Plus еще shampunni mana bu komponentini, mana masalan, ta'sirini kuchaytiradi. Chunki bu ham xuddi shunday, demak, yangi sochingizni uzaytirib beradi, o'stiradi, shunaqa, короче. Uzr, telefon bo'lib qoldi. Так, дальше. Meni opam doimiy menga mijoz bo'lgani uchun, opam 60 ga kirgan, Matriginik seriyasidan ketishimdan oldin u kishiga demak kechqurundagi krem zakaz qilib beruvdim. Bu seriya уже 60 plus. 60 plus mana bu demak kunduzgi krem va ko'zlar atrofidagi kremdan opam uchun demak zakaz qilganman. Endi yetkazib berishim kerak. Faqat buni nochnoy kremlarni ham уже bir marta o'zim tavsiya qiluvdim, juda ham yoqqani uchun demak mana shu seriyani yana davom ettiryaptilar, ishlatishdi. Tak, keyin cho'milgandan keyin gellar dushalarga qo'shib turib, masalan, cho'milgandan keyin mana bu nima deydi, spreylar badan uchun sprey ishlatamiz. Bizlar masalan cho'milganimizdan keyin o'sha cho'milayotgan gellar dushalarimizni hidi qolsin desangiz, shuni o'zini gellar dushalari ham bor. Shu mana shu mist для tela cho'milib bo'lgandan keyin siz badaningizga sepsangiz, demak o'sha mana shu gellar dushalarni hidi sizni badaningizda kuni bilan turadi va bu mistlar namlantirib turadi. Badaningiz namlanib, badan uchun endi увлажняющий-da, bu namlantiruvchi mist hisoblanadi. Вот, yana nima zakaz qilganman? Vent shampunlarni zakaz qilganman. Venture seriyasidan parfyumированный bu mужской shampunlar. Bular demak ikkitasi bitta, ham shampun, ham gellar dushi, ko'proq qayzoqqa qarshi. Bu shampunlarimiz shunaqa. Mana zubnoy pastalar zakaz qilganman. Zubnoy pastalarimizga endi gap yo'q. Освежающий bor, lechebniy travы bor. Shampun, zubnoy pastalarimiz narxlarini aytsam kulgili tuyuladi, lekin ta'siri juda ham zo'r. Вот, effekti juda ham yaxshi. Mana shunaqa mahsulotlar olgan ekanman. Sizlar bilan bo'lishdim. Hammaga omad tilayman. Agar qiziqarli bo'lsa, murojaat qilishlaringiz mumkin.